ilahe illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah. Allah. Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar. Hozir davomli sizlarga sunib kelayotgan 40 hadisninki izohati, sharhisiniki 18-hadis bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. 18-hadis عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن. Qarindoshlar, bu hadis başqa hadislarga o'xshash ma'nosi intayin mo'l, lafzi qisqa bo'lgan bir hadis. Ya'ni Abu Zar radhiyallohu anhu ismi Jundub ibn Junada va Muaz ibn Jabal ikkilan Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan bu hadisni anglagan. Demak Payg'ambarimiz akram sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ittaqillaha haysuma kunt." Qayerda bo'lma, qaysi vaqt, qaysi o'rinda bo'lma, Allohdan qo'rq. Va sen bir yomonlik, eskilik qilib qolsang, buning uchun yaxshilikni ergashtirib qilavat. Yaxshilik bu yomonlikni yo'q qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bundaq yomonlik qilib, nima degancha yaxshilikni qilgan kishiga hech qanday jazo bermaydi degan bo'ldi. Va xaliqin nasi bi xuluqin hasan. Sen kishilar bilan aralashganda yaxshi, go'zal axloq bilan aralash. Endi bu hadisda payg'ambarimiz 3 xil tavsiyani, 3 xil nasihatni qilgan. Birinchisi, qayerda bo'lma, qayerda bo'l, sen Allohdan qo'rq. Allohdan qo'rq, ya'ni Allohga taqvolik qil. Va yomonlikcha yaxshilik qil. Insonchilikda endi ba'zi yomonlikni qilib solamiz, gunoh ishlab qolamiz. Demak, uning kendillamchi desa, yaxshilikni qilib o'tish, demak, shu gunohni yo'q qiladi degan bo'ldi. Uchinchisi, endi biz ijtimoiy jamiyatda yashagan ekanmiz, kishilar bilan aralashib yashaymiz. Mayli biz bir davlat rahbari bo'layli, mayli bir tashkilotning a'zosi bo'layli, mayli ijtimoiy jamiyatdagi oddiy kishilar bo'layli, kishilar bilan aralashgan chaqda cho'qimcha biz bir axloqqa, bir muomalaga muhtoj. Shu vaqtda go'zal axloq bilan kishilar bilan aralash, go'zal axloq bilan kishilarga ulgu ko'rsat degan bo'ldi. Endi bu hadisninki raviylarni biz burunma tunuşturup ötken kısaca Abu Zer radıyallahu anhu'ni biraz eslatib öteyli. Abu Zer radıyallahu anhu 200 neçe hadis rivayet kılgan, üzerine ayette takva, pidakar sahabe. Muaz radıyallahu anhu'mu Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Yemen'e vali kılıp evetken uluk sahabelerden. Demek bu hadiste hem de bir qancha so'zni izohlashga to'g'ri keldi. Birinchisi taqvolik. Taqvolik degan nima desa, Allohdan qo'rqish, Allohdan taqvolik qilish degan hamda bu biz bir narsani qo'rqsak, bir narsani ansirsak, shuni bir chekindirish, shuni to'xtatish uchun qo'llanadigan, qalqon, qo'llanadigan bir narsani nima arab tilida at-taqvo deb ataydi. Demek biz Allah'ınki devzikten qo'rqib, Allah'ın rahmetinden ümit qilib, Allah subhanahu va taologa Allah'ın razılığını izlab qildigan ba'zi amallar, demek nima mush taqvolikninki natijasi. Qarindoshlarimiz. Biz endi bu hadisda qayerda bo'lma, demek seni kishilar ko'rsin, ko'rmasin. Kameraga chiqib qolma. Seni Allah ko'rib turadi. Demek Allah subhanahu wa taala bizni ko'rgan ekan, biz davomliqcha o'zimizning ish harakatini to'g'rilab mangamiz. Davomliq o'zimizning biz to'g'ri qildimmi, xato qildimmi deb o'zimiz so'rab, o'zimizni hisob olib turamiz. Demak, bu yerda biz hadisninki mazmunidan biz jamiyatda yashaydi ekanmiz. Davomliqcha yaxshi holatda Qur'on hadisga uyg'un taqvolik bilan yashashimizningki zarurligi bundan chiqadi. Ana bu hadisdan asosliq olim ulamolarimiz 13 xil mazmunni
süzüp algan. Bu hadisninki bu yüz birishninki masalan hadislar so'zlanishninki sababi nima desa, Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam shu Abu Zarga va Muazga bir qancha o'rinlarda shunday bir nasihat qilgan ekan. Bu nasihatni hamda Payg'ambar alayhisalom Muazni Yamanga avatgan vaqtida Muaz Allohdan qo'rq, kishilar bilan yaxshi axloq bilan aralash. Bir askilik qilib salsang, bir gunoh qilib salsang, uning uchun yaxshilikni ergashtirib qilib degan. Muaz radhiyallohu anhu bu chaqda ya Rasululloh, la ilaha illalloh bu yaxshilikdanmi? La ilaha illalloh desam, yoki la ilaha illallohni hayotimga tatbiqlasam, la ilaha illallohni tushunsam, bu yaxshilik bilamdi deganda payg'ambarimiz bu eng chong yaxshilikdan dedi. La ilaha illalloh deb buni so'rashi, demak bu shahodat kalimasi Allohdan o'zga iloh yo'q, yakkigan Alloh uchun ibodat qilma. Allohning ulug'iyat, rububiyat, Allohning uchun ta'alluqi asma sifatlarini men yaxshi tushunib hayotimga tatbiqlayman degan bo'ldi. Demak payg'ambarimizningki bu Muazni vali qilib avatgan vaqtda musha rahbar bo'lgan kishilarga payg'ambarimiz alohida nasihat, yo'l yo'riqni ko'rsatgan. Muazga deyish orqali barliq rahbar bo'lgan kishilarning oldiga chiqqan kishilarningki birinchi ittaqillah, Allohdan qo'rqishi. İkincisi o'zining qo'lasilik kishilarga yaxshi muomalada bo'lishi. Bira aski ish qilib qolsa, oxirisincha yaxshi ishni qilib etishning zarurligi chiqadi. Endi bu haq ikki turli bo'ladi, hammamiz bilamiz. Haqqullah, haqqul abd. Haqqullah endi shunday ba'zi bir gunoh qilib qolsak, sadaqa ihson qilib etish yoki yaxshilik qilib etish orqali bu tugisa, endi haqqul abd desa, bandaning haqqi mayli iqtisodiy haq olsun, mayli ma'naviy haqlar olsun, shu bandani rozi qilmoqcha, rozilik olmoqcha bu haq yo'qolmaydi. Qiyomatda yomon yerda biz zulm qilgan, biz uvalchilik uchratgan, biz uni bo'zaq qilgan kishilar bizdan haqqini talab qiladi. Shunga dunyoda hech kimga zulm qilmaslik, hech kimning haqqini yeyolmaslik, hech kimga azor bermaslik bu mu'min musulmonninki aqallicha bir talabi musulmonchilikninki. Bu taqvolikning asosi. Shunga Abu Zar radhiyallohu anhu Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bir savol so'ragan. Abu Zar meni jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan yiroqlashtiradigan bir amalni menga o'rgatib qo'ysa ya Rasululloh deganda, payg'ambarimiz deganki, sen bir eski ish qilib qolsang, yo gunoh qilib qolsang, demak yaxshilikni qilgin. Yaxshilikni keyindan qilsang, yaxshilik 10 hassa bo'lib tarozi mizonga o'ltirdi degan. Bu Abu Zar radhiyallohu anhu yaxshilikning ichida la ilaha illalloh bormi deganda, albatta bor. Yaxshilikning ichida la ilaha illalloh deyish masalan tahlil, takbir aytish, atigini oqshomcha zikr qilish, zikr aytish buncha eng muhim bo'lgan yaxshiliklar deganda payg'ambarimiz buncha aniq ko'rsatib qo'ygan. Ikkinchisi bu hadisdan chiqadigan mazmun uqum nima desa, inson yer sharidagi eng hurmatli Allah'ın halifesi, izbasari. Allah subhanahu wa ta'ala insoniyatni yaratdi. Yani Adem atımızı yarattı, onunla nurg'ulgan ne'matlarni berdi. Hadi hesapsız. Allah'ın ne'matini biz sanab bilmaymiz. Mesela insonga sog'lomlik ne'mati, go'zallik ne'mati, bexatarlik ne'mati, iqtisod ne'mati, nurg'ulgan ne'matlar bor endi. Bu ne'matlarni biz sanab bilmaymiz. Yani bu ne'matlarni Alloh taolo berish orqali insonni eng hurmatli bir maxluq qildi. Demak, insonga barliq narsa xizmat qiladi. Barliq narsa xizmat qildi. Endi Alloh subhanahu va taolo insonni yer shariga yaratib bilan tashlab qo'ymasdan ularni yetaklaydigan payg'ambarlarni vahiy orqali Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni avatdi. Demak, boshqa insonlarga yaxshilik va baxtning yo'llarini ko'rsatib bersin uchun, Alloh taologa yekkigani uchun, Allohga ibodat qilsin uchun, Allohga hech narsa shirk keltirmaslik uchun Alloh taolo vahiyni payg'ambar orqali avatdi. Vahiydan boshqa narsaga ma'num qilsak, boshqa ideya fikrni qabul qilsak, yo uni vahiydan biz yuqori o'rinni bilsak, o chaqda bizning iymonimizga og'ir ta'sir etadi. Buni bilib qolgan bo'lsak, yoki endi vahiyni inkor qilsak, vahiyni masxir qilsak, o chaqda kofir bo'lgan ish chiqadi qarindoshlar. Shunga biz yaxshilikqa aldirash, yomonlikdan to'xtash, yomonlikdan to'sish, yaxshilikqa buyurish, baxt saodatning bu ochquchi. Shunga biz o'zaro bir-biriga muomala qilgan vaqtda qarindoshlik, hamkorlik ruhi bilan muomala qilishimiz, boshqalarga yordam qo'limizni sunishimiz, yuksak go'zal axloqlar bilan axloqlanishimiz,
nəhayət qəlbimiz pak, saf buluşı, kişiler bilan dostane muamelede buluşumuz bu intayın mühim. Endi bu nimaga qaratilgan desa, bizga boshqa odam tajovuz qilmagan bo'lsa, boshqa bir millat tajovuz qilmagan bo'lsa shunday bo'ldi. Agar tajovuz qilgan bo'lsa, endi tajovuz qilgan xristian diniga o'xshash, o'ng yuzingizga shaplaq bilan birini salsa, so'l yuzingizni tutib turing deydigan belgilim yo'q islomda. İslamda intiqom bor. İslamda o'zining haq-huquqini talab qilib olish bor. İnsan eng ulug', eng hurmatli, hattoki Ka'badimi ulug' inson. Demak, inson Alloh subhanahu va taoloninki san'ati, Alloh subhanahu va taolo yaratgan, shuna insonni o'ldirish, nahaqat, uni so'rab qo'yish, uning uchun zulm qilish, uning aqid e'tiqodidan tandirish, uning erkinligiga daxl tarz qilish bu intayin og'ir jinoyat. Shunlashqa biz taqvolikning jumlasidan insonni qo'g'dash, insonga biz yaxshilik qilish intayin muhim. Shuning jumlasidan hamda o'zimizning tuqqanlari, masalan, vatandagi turmalarga qamalgan, ular uchun, masalan, lagerlarga sulangan kishilar uchun harakat qilish, xizmat qilish bu eng chong taqvolik qarindoshlar. Bu nəhayət yaxşı bilishimiz intayin muhim. Muşunda işlərini qılğan vaxtda insan g'alabaga erishdi, baxtli yashay oladi, dunyo va oxiratda baxtli bo'ldi. Baxt degan so'zni endi biz og'zimiz degan bilan nurg'un jihat baxtni hayotimizda tatbiqlab bo'lolmadik. Nurg'un kishilar masalan boshqa jihatda, moddiy jihatda, boshqa jihatda taraqqiy qilgan bilan baxtlikmi degan savolga yig'lab turib, o'zining dardini tugudamdi. Nima desa, shu iymon, e'tiqoddan islomda yiroqlashib ketganlikning natijasi bu. Şuna insan, yer şeridagi insan Allah subhanahu va taoloning eng cho'ng nimasi hurmatlik xalifasi. Şuna Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda Estağfirullah ve iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba vastakbar deydi. Asligan deydi, biz malaikalarga Adamga sajda qilishga, ya'ni hurmat sajdasi qilishga buyruq qildik. Ular hammasi hurmat sajdasini qildi, lekin shayton buning uchun unmadi. Aba vastakbar va kana minal kafirin. O kafirlardan bo'lib ketdi, yoki kafirlardan edi. Demak, cho'g'an gap endi bu yerda jinoyat, gunoh o'tkazish ikki turlik bo'ladi. Inson o'zining havo havasi yoki shahvati ya ma'lum bir nafsining keyniga kirib qilib solsa, buning uchun Alloh subhanahu va taolo tavba qilsa, tavba burudi. İnsan takabburlikdan, menmanchilikdan, cho'ngchillikdan qilib qolgan jinoyatdan yanolmaydiganligi, bu shaytonning aba vastakbar, cho'ngchillik qildi, takabburlik qildi. Baş tartdı. Muşondan şeytan münazara şekillendirip Allah subhanahu va taoloninki buyruğuna xiloflik qildi. Shundan bu kafirlardan bo'lib ketdi deb oyatda aniq bor. Shunga gunoh jinoyatning nimasi bor, farq bor demoqchi. Demak, Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bizga tavsiya qilgan bu hadisda mangulik bir nasihatlar bor. Masalan, bizga bu ikki sahoba orqali Payg'ambarimiz bizga nihoyat muhim bo'lgan yo'l yo'riqni ko'rsatgan. Demak, bu yo'l yo'riqni tutib maqsaq, dunyo va oxiratda baxtli bo'lamiz qarindoshlar. Dunyo va oxiratda baxtli bo'lamiz. Dunyo va oxiratning baxtini qo'lga keltira olamiz. Buni sinab boqsaq bo'ladi. Islomga to'liq kirib, to'liq amal qilib turib maqsaq, inshaalloh dunyo va oxiratda biz baxt ichida yashaymiz inshaalloh. Hamda uchinchisi shu mangulik bunda bir vasiyat bor dedik hamda, mangulik vasiyat. To'rtinchisi hamda taqvolikning o'zi nijotlikning asosi. Ya'ni qalbi muvaffaqiyatning asosi yo'li deydi. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bu hadisda bizga Alloh subhanahu va taologa taqvolik qilish, Allohdan qo'rqish to'g'riliq bu nimada hadisda bizga tavsiya qildiki, buyruq qildiki, ittaqillah haysama kunt. Qayerda bo'lma, Allohdan qo'rq dedi. Demak, bu Allohdan qo'rqish barliq yaxshilikning yig'indisi, markazi ekanligini biz bilib olamiz. Shunga Allah subhanahu va taolo taqvolik qilsak Alloh uchun biz tayansak ham ishda Allah subhanahu va taolo biz bilan birga, Alloh bizni qo'llaydi, qo'g'daydi. Agar Alloh taqvolik qilmay Allohdan yiroqlashib kelsak, Alloh taolo bizni qo'llamaydi, qo'g'damaydi. Allah subhanahu va taolo Qur'on Karim innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun dedi. Alloh taolo Allohdan qo'rqqan taqvo kishilar bilan birga va ihson qilgan kishilar bilan birga. Ihson dedik, ihson degan nima desak, yig'inchoqlab aytgan vaqtda bir yaxshilikni boshqalar qilib, undan natija yoki bir mukofot yoki bir uning badal ma'lum narsa kutmasak, bu ihson deb atildi. Allah subhanahu va taolo o'ziga taqvolik qilgan, Allohdan qo'rqqan kishilarga go'zal rizqlarni va qiyinchilik, nihoyat og'ir kunlardan qutulishni va'da qildi. Taqvolik bu qutulishning yo'li. Masalan, biz qanday qutulamiz? Biz qanday chiqish yo'li bor desa, biz yanla deydiganimiz
Allah subhanahu wa ta'ala'nın bunu ayetini esıltimiz. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ deydi. Bir adam Allah'tan haqiqiy qo'rqidi ekan, Allah haqiqiy taqvolik qildi ekan, islom bilan yashaydi ekan, islomni o'zining hayot mezoni qildi ekan, islomning asosiy dasturi, qonun prinsiplarini o'zining qonun prinsipi dasturi qildi ekan, hayotiga tatbiqlaydi ekan, Alloh uning uchun chiqish yo'li beradi deydi. Har qanday ishdan, masalan, mayli u mustaqillik bo'lsin, mayli boshqa masalalar bo'lsin, biz tatbiqlayolmagan bo'lsak, tushunolmagan bo'lsak, tushundirolmagan bo'lsak, u gunoh islomda emas. Gunoh Qur'onda emas, u gunoh bizda bo'ladi. Biz o'zimiz amal qilmaganlikdan kelib chiqqan bo'ladi. Shunga Alloh haqiqiy taqvolik qilgan kishiga Alloh taolo chiqish yo'li berdiganlikni shu oyatda aniq dedi. Ham uningdan sirt desa, o'ylamag'an yerdan rizq berib dedi. Endi rizq degan biz desak, davomli rizq degan hammaning yeydigan narsa kallamizga kelib oldi, chunki bizningki cho'ng g'amimiz shu bo'lib qoldi hozir dunyoda. Rizq degan endi mayli moddiy jihat rizq bo'lsin, mayli ma'naviy jihat rizq bo'lsin, mayli farzand bo'lsin, hammasi rizq hamda-chu. Allah Teala oylamagan yerden bir dedi. Çünkü Allah'a haqiqiy taqvolik qilsa, ba'zi kishilarga karomat ko'rilgan ahvollar bor. O'zimizning hayotimizga qaraydigan bo'lsak, buni biz his qila olamiz, bila olamiz. Payg'ambarga bo'lgani, u mo'jiza bo'lsa, bandalarga bo'lgancha u karomat deb ataladi. Shunga Allohga haqiqiy taqvolik qilgan, Allohga qaytgan, Allohning dinini ching tutgan kishilarga Alloh taolo chiqish yo'li berdi. Mayli u turmushda bo'lsin, mayli siyosiy masalalarda bo'lsin, mayli ijtimoiy jamiyatga yashash ishlari bo'lsin, mayli masalan bir iqtisodiy jihat qiyinchilik tatgan bo'lsin, Allohga haqiqiy yansa, Alloh qaytsa, Alloh taqvolik qilsa, Alloh taolo o'ylamagan yerdan rizq beradi deydi. Va Alloh taolo taqvolik orqali dushmanning hiyla mikrsini saqlaydi dedi. Shunga nurg'un masalalarda hamda dushmanchi bo'lsa, dushmanningchi bo'lib qolsa, bu butun dunyoda musulmonlar yo'qolib ketsa, tugab ketdi. Masalan, yaqinda men ko'rdik, bildik, masalan, amaliy bir misol, bizningki yaqin zamonda Madina zo'rin qilayotgan nihoyat ig'ir bostirishlar, ig'ircho shuna o'ltirishlar, hatto masjidlarni chiqishlar, Qur'on kitobini ko'ydirishlar bo'lgan. Mavzudon degan adlah kafir boshchiligida. Demak, bu 10 yil davomlashdi, yana u tugidi, endi islom qoldi, musulmonlar qoldi, yana qoladi inshaalloh. Lekin bu deb musulmonlar harakat qilmasligi, aning uchun tadbir qo'llanmaslik lozim bo'lsa, qo'llanish kerak, qo'llanmas bo'lmaydi. Bu ayrim masala. Masalan, yaqin zamondagi masalada misol olsak, Falastin meselesimi? Mesela Hamas Allah'a qaytganligi, islom dinini ching tutib manganligi uchun keyinda Angliya, Amerika va nurg'un davlatlar bo'lgan Isroiliyani mag'lub qildi, Alloh ularga g'alaba berdi. Bu aniq, endi hech kim inkor qilmaydigan bir masala. Aniq bir paket. Demak, endi bu Allohga qaytsa, Allohga tayansa, bu kishilarni g'alaba qildiganligini mana oyatda va in tasbiru va tattaqu la yadurukum kayduhum shay'a dedi. Eğer sabır qilsanglar, sabrni biz necha qatim tushundirdik, boshqa so'zlarni tushundirdik. Sabr 3 turlik bo'ldi. Yaxshilikqa qat'iy davomlashtirish orqali sabr qilish, gunoh ma'siyatni yiroqlash orqali, uning yaqin kelmaslik orqali sabr qilish. O'zimizning yaxshi, masalan, turmushimiz yoki ota-onamiz yoki ustozlarimizdan ayrilib qolgan ishlar qarta, taqdirga qarta sabr qilish masalalari bu 3 turlik sabr. Buningda sabr qilsak va Allohdan qo'rqsak, sizlarga ularning hiyla mikrisi hech qanday ziyon yetkazolmaydi dedi. Demak, ular nurg'un hiyla mikrini o'ylab topadi. Ularning nurg'un qurollari bor, puli bor, kuchi bor. Lekin ularningki kuchi, puli Allohning oldida bir pashining qanotchilik hech narsaga arzimaydi. Masalan, dunyoda bir 2 yil burun bizni kim cheklay oladi, bizni kim to'xtata oladi taraqqiyotimizni degan kafirning o'zi hozircha dunyoda nima bo'ldi? Nurg'un ishlarga javobgar, nurg'un ishlarga xuddi ko'chada qolgan, chashqan ur-ur qolgandek ashunda qoldi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan yordami, mo'min musulmonlarning duosi, hamcha qarindoshlarimizning sabab nuqtasining tirishchanligining natijasi deb qarasak bo'ladi. Unda Alloh subhanahu va taolo mushu taqvolik bilan tug'an, taqvolik qilgan kishilarga qarta o'zining shu kishilarga rahim qildiganligi, mehribonlik qildiganligini bu oyatda dedi masalan. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo oxiratda Alloh taolo nima qildi? Shu taqvo kishilarga berdigan mukofotlarni dedi. Innal muttaqina fi jannati va nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dedi. Alloh subhanahu va taolo o'z dargohimda men taqvodor muttaqi kishilarga jannatda va o'stanglar eqib turadigan yerda nihoyatda ras emili men ularga nima qilaman? Mukofotni berma deb Alloh subhanahu va taolo va'da berdi. Demak, biz dunyoda
yaşagan ekanmiz, dunyoning oq ko'rinishi bo'lgan oxiratni bor deb jazm qilishimiz, ishonish bu mo'minlikning eng aqalli o'lchami ham talabi. Şu nurgun ayet hadislar hamda bu taqvolikning natijalarining nihoyatda buyukligi haqida kelgan. Buni hamda bu taqvolik hamda mo'minlarning yo'li ekanligini bu hamma musulmon mo'min biladi. Payg'ambarlarning va shu Allah yo'lida mangan Allah'ın evliya bandlarının ahlak ekanligini biladi. Peygamber Aleyhisselam hadiste mesela at-taqva hauna deb o'zingcha qalbiga 3 qatimcha ishorat qilgan. Taqvolik qalbda. Avval qalbdan boshlandi, qalb orqali bo'ldi. Taqvolik degan ibodatlik taqvolik, masalan, boshqa ijtimoiy muomalalik taqvolik, siyosatlik taqvolik, nurg'un taqvoliklar bo'ladi endi. Bu taqvolikni biz endi kengaysak va kengayib ketadi. Shunga namozlik taqvolik, ramazonlik taqvolik, zakotlik taqvolik, ashuna hammasini Allohning elchisi ko'rsatgan yo'l bo'yicha qila olsak, taqvolik bo'lganimizcha u laqvolikqa aylanib qoladi endi. Shunga Allah subhanahu va taolo o'zininki avvalgi oxirgi bandalarga vasiyat qilib, shu taqvolikni ching tutgan kishi g'alaba qildiganligi, foydaga erishdiganligi, uningdan yuz o'rgan kishi halok bo'ldiganligi, ziyon tortganligini bu oyat degan. Va laqad vasayna allazina utul kitab min qablikum va iyyakum in tattaqulloha va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ard. Akanallohu g'aniyan hamida dedi. Shunga biz sizlardan burungi kitob avatilgan kitob bilgan kishilarga tavsiya qildik. Sizlarga ham tavsiya qildik. Nima debsiz? An yattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar debsiz. Allohdan qo'rqinglar desa achchig'imiz kasb bo'lmaydi. Ba'zi kishilar Allohdan qo'rqsalar desa, aslatsa, uning ranjib qoldigan ish bor. Allohdan qo'rqing desa, biz Allohdan qo'rqishimiz kerak. Alloh hidoyat bersin, to'g'ri hidoyatni talab qilishimiz kerak masalan. Agar endi kafir bo'lsanglar deydi Alloh taolo, osmon va zaminlardagi narsa hammasi Allohningki. Alloh taolo hammadan behojat. Allohga mayli u inkor qilib kafir bo'linglar, mayli kufron ne'mat qilinglar, ne'matiga teninglar, hammasi Allah subhanahu wa ta'ala'nın hech qanday bir pashchilik nimasiga ta'sir etmaydi demoqchi. Beshinchisi taqvolikning mohiyati degan nima desa, taqvolik degan bu hamda nihoyatda nurg'unlagan ma'nolarni o'z ichiga olgan bir so'z bo'lib, buningda islom aqida, ibodat, muomala, axloq hamma narsani buningda biz taqvolikni topalaymiz. Taqvolik hammani bildi demoqchi. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala bir mesela kishi nimaga payg'ambarimizdan iymon degan nima deb so'rgan chaqda 3 qatim mana shu tuvandagi oyatni o'qib bergan payg'ambarimiz. Iymon degan nima degan 3 qatimcha yana shuni 3 qatim savolga 3 qatim menda javob bergan. Mush oyatni o'qib bergan demoqchi. Demak bu oyat endi laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلوات الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أن bu ayet bir ayet bo'lsa-mu buningda nurg'unlagan aqida, ibodat, muomala, axloq amini o'z ichiga olgan. İman nima degan savolga mush bir oyatni payg'ambarimiz o'qib bergan. Bu oyatning izohati, tushuntirisi, ya'ni tarjimasi bu yaxshilik emas deydi. Sizlarningki mashriqqa va mag'ribga yuzlaringni yuz keltirib qo'yishinglar, yoki namoz shu tarafga qarab qo'yishinglar yaxshilik emas. Biz namoz o'qidik, masalan, zakot berdik, yoki shuni qilayotdik deb, ya cho'ng yaxshilik qilgandek bunda o'ylab qolmang degan bo'ldi. Endi bu oyatning uch sababi endi bu nimalar? Yahudilar nimaga Baytul Maqdis tarafga, Nasrali xristianlar mashriq tarafga shunda qarab ibodat qildi ekanda. Bularning qilgan ibodati endi bu shuna qarab qo'yganlarga bu yaxshilik bo'lmaydi. Lekin yaxshilik degan nima deganda, yaxshilik degan mu'min musulmon taqvo bo'lsa, ma'ni qilish kerak demoqchi. U bo'lsa-mu birinchi aqida, e'tiqod, ideologiya. U bo'lsa-mu man amana billahi val yawmil akhir. Birinchi Allohga ishongan, Allohning ulug'iyat, rububiyat, asma, sifatlarga to'liq ishongan, buni tushungan, hayotiga tatbiqlagan, ya'ni tavhidi mustahkam bo'lgan degan bo'ldi. Onun ikinci vel yevmil ahir. Bu dünyanın ahir görünüşü var. Dünyanın nimesi var? Soruq var. Depçi bunun işiniş degen boldu. İşengen degen boldu. Biz ona demişsek mesela dinsiz olgan kafirlam devatı dünya munqariz oldu, dünya yok oldu, yer şarço partlaydı. Çoğun bu yer şarço tügeydi deydi. Şu biz devatkan ahiret del aşı şu. Demek ahiret günü işengen, malaikalarga işengen Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünü yaratkan, nurun yaratılgan Allah'ın mahlukları. Ve kitap işengen, kitabının Kur'an'ı işengen,
Tavratga ishongan, Injilga ishongan hammamizga shu ishonish bizning uchun mas'uliyatimiz. Payg'ambarlarga ishongan, payg'ambarlarning shu nurg'ulagan payg'ambarlarningki nomi tilga ilinmagan. Payg'ambarlar Allohning ulug' bandalari masalan. Ba'zilarning uchun tilga ilingan Qur'onda. Va atal mal ala hubbihi. Va pulni, iqtisodni, o pulni yaxshi ko'rib turib, qattiq yaxshi ko'rib, o pulni uchun ayeti o'zininki yurakninki beg'ishiga o'rnatgan ashunda daraja yaxshi ko'rib turib, shu pulni bergan deydi. Nima? Ehtiyojliq, masalan, zavil qurba, nima yaqinlik egalari, yo tuqqanlarga qiyinchilik bo'lib qolsa, yoki yaqin do'stlarga, ishqib yaqin kishilarga aynan pul lozim bo'lgan chog'da pulni bergan Alloh yo'l pul xarjlagan degan bo'ldi. Bu zakat emas. Zakatni ostida va aqama salavati zakat deb Alloh taolo ayrim deydi. Mavjudsa Alloh yo'li pul xarjlash, Alloh yo'lida Allohning dinining taraqqiyoti, Allohning islomining taraqqiyot uchun pul xarjlashning muhimligini boshqa oyatlardan Alloh taolo va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi yadikum ila tahluka. Alloh yo'li pul xarjlanglar. Alloh yo'li pul xarjlamay, pulingni besib yetib olib yoki pulni Allohningki dinning taraqqiyoti, o'qitish, ma'rif, Allohning tunish shart bilan bo'lgan fanni jihatdagi ma'riflarni o'shuning ichiga kirdi. Pul xarjlamay turib olish orqali o'zingni halokat tashlamang degan bo'ldi. Va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi yadikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. O'zingni halokat tashlamang degan gap shu 5-dagi oyatda pul xarjlamay turib olib, Alloh yo'lida pul chiqim qilmay, Allohning dinninki taraqqiyot uchun, o'zingni islomiy diyorlarni qutqizish uchun, o'zingni desa, shu musulmon millatlarni qutqizish uchun pul xarjlamay turib olish orqali o'zingni halokat tashlamang degan bo'lib oyatning mazmuni. Ana o'sha bu zakatni Alloh taolo zakat deb atadi. Ma'u zakatdan sirtqi bo'lgan shu iqtisodli kishilarda shu islomning haqqi bor. Ya'ni shu namrat kishilarning haqqi bor, muhtoj kishilarning haqqi bor degan bo'ladi. Zavil qurba, yaqinlik egalariga va yaqin kishilarga, yetimlarga, yetim degan hamda balog'atga yetib bo'lguncha dadasi o'lib qolgan yoki shu bizningki atrofimizdagi o'xshash masalan tirik yetim bo'lgan, dadasidan aloqa uzilgan kishilarga yaxshilik qilish, ularni beqish, ularni yolg'iz beqib bilan qo'ymay, iymonliq, e'tiqodli holat tarbiyalagan haqiqiy islomiy iymonliq tarbiyalab qator qo'shgan jamiyatga loyiq ravishda o'qitib, uni qator qo'shgan kishilar bo'lib qolsa, o'sha yetimga yaxshilik qilgan bo'ladi. Val masakin, miskinlarga, miskin deganda sakanatdan turdi degan ma'no chiqdi. Nimaga turdi desa, turib qolgan. Nimaga? Shu boylarning iqtisodiy yoki pulvor kishilarning yoki yo'lvor kishilarningki yo'l ko'rsatishiga qarab turib qolgan degan bo'ldi. Mayli u to'y qilgan bo'lsin, mayli bo'ytoq bo'lsin, ish qilib, endi mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, o'sha miskinlarga yaxshilik qilish, bularga iqtisodni berish, islomning bu ijtimoiy kafolat sistemasi qarindoshlar. Va ibn sabil, masalan, boshqa yerdan kelib qolgan musofir, yo'lovchi. Masalan, vatandan chiqdi, qaytay desa pul yo'q, yoki mana bir yerga ketay desa, pul yo'q bo'lib qolsa, men ketolmadim desa, buning biletlarini olib, buni chiroyli yo'l qo'yib qo'yish har bir musulmonning majburiyati. Va sailin, ya'ni so'g'uvchilarga bergan dedi. Endi bunda qiyinchilik bor, yo menga lozim, yo men millatni tarbiyalamasak bo'lmaydi. Men diniy jihat o'qitish, yo men fanniy jihat o'qitish bor. Men Allohning tunish shartlar menda men o'tadi, men avlodlarimizni tarbiyalab, men kelgusida izbosar yetishtirib chiqilay desa, bularga bergan degan bo'ldi. Va fir riqob, yana qul ozod qilish, yoki hozirgi zamondagi turmalarga kirib qolgan, shunday asirga tushib qolganlarni qutqizish degan bo'ldi. Shular qutulishni xohlasa, shular biz qutulsak bo'ldi deb talab qilsa, ishonchlik bo'lib qolsa, mana shularni qutqizish bu musulmonlarning bo'lib iqtisodli kishilarning mas'uliyati. Va aqamas salat namozni ta'dil arkonlar bilan vaqtida bo'lsa jamoat bilan o'qish degan bo'ldi. Va ata zakat, zakatlarni bergan. Yana 2% Alloh yo'lida o'zininki melining zakatini bergan degan. Ammo zakat ayiramaydi. Val mufuna bi ahtihim, yana o'zining va'dalariga, mayli Alloh qilgan va'dasi bo'lsin, mayli ayolga qilgan va'dasi bo'lsin, mayli bolalarga qilgan va'dasi bo'lsin, mayli jamiyatga qilgan va'dasi bo'lsin, ish qilib o'zining va'dalariga vafo qilgan degan bo'ldi. Yaxshi kishi degan mana shu. Valakinil birradan olimcha yaxshi kishi degan kim desa, yaxshi kishi degan mana shu. Xuddi payg'ambarimizning iymon degan nima deb so'g'uchiga mushuna payg'ambarimiz tushuntirib o'qigandek, o'qib bergandek. Biz mushuncha o'qib berishimiz lozim. Endi ahd qilsa, va'da qilsa, va'dasi turish. To'y qilishdan burun g'ulam bo'lib, to'y qilgandan keyin g'ujam bo'lib olib, undan keyin ayollarga zulm soldigan, yo ayollarcha erlarga zulm soldigan ish bo'lib qolsa, bu bo'lmaydi. Ijtimoiy jamiyatda mush ish biroz adab qilib, ko'payib qilib, ijtimoiy jamiyatdagi kishilarimiz bunga bir diqqat qilishi lozim. Yana birisi va sabirin fa asalina. Endi Alloh taolo va sabirinna qolganlarga bog'lamay ayrimalatdi deyishi, demak Alloh taolo men madhilayman, maqtayman sabr qilguvchilarni. Nima?
Pil ba'sa dedi. Ba'sa degan qattiq namratchilikda. Masalan, vatandan chiqdik, bizga nisbatan namrat, shu ya yo'l yo'q, ya shu ishlaydi desa, uningga xizmat yo'q, turib qolgan. Va yoki shu ishlasimi turmushni qamdamaydigan namrat mayda kishilarga shu Alloh taolo nima dedisa, zakatlarni bergan, iqtisodiyat ularga yordam qilgan mayda kishilar va uningdan sirt shundaq namratlikda sabr qilg'uvchilar deydi. Sabr qilg'uvchi bular kim? Shu eng yaxshi, eng taqvo deganlar shu. Va darra degan nima? Kasal, ig'ir kasal tortgan yo yaralangan janglarda. Mana bunday kishilar, demak bu haqiqiy taqvo kishilar. Haynal ba's, yana qanday vaqt sabr qilgan desa, jang maydoni dedi. Jang maydonida jangga kirgandan keyin payg'ambarimiz nima dedi? Jangni talab qilmanglar, urush qilishni, lekin jangga kirgan vaqtda qochmanglar, qo'rqmanglar degan. Demak, shunday holatda qattiq urush bo'lgan vaqtda sabrchanlik bilan, qat'iy dadillik bilan davomlashtirib urushni qilgan degan bo'ldi. Ana shular yuqorqi shu zikr qilinganlar, demak Allohga oxiratga ishongan, kitobga ishongan, payg'ambarga ishongan, hisobni o'zi bak yaxshi ko'rib turib, qattiq shu pulni baklam yaxshi ko'rib turib, yaqinlarga, yetimlarga, miskinlarga bergan dedi. Ba'zan dedi Alloh hubbihidin tafsirshunos olimlar Allohni yaxshi ko'rib, o pulni shu bergan dedi. Ishkilis bo'z qilaverdi. Demak hamda shunda musafir, unda so'g'an kishilarga so'sa bir narsa so'moq oson emas. So'rab qolsa, uni quruq qo'l qaytmay, yoki bo'lmagan chaqda uni chiroyli tushuntirish lozim. Bu amonat misin. Alloh subhanahu va taolo Qur'on karimda shu vallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'il val mahrum deb. Ularningki mallarda, baylarning iqtisodida lis-sa'il so'g'uvchilarda mahrum, so'maychi o'zi mahrum, yo'qsul bo'lib qolgan kishilarda haq bor degan. Bu haqni chuqur biz tunishimiz, bilishimiz lozim. Ana shular rasul kishilar edi, sadaqo. Qanday rasul kishilar? Chunki so'zi amniyat bilan birdek bo'lgan. Allohning birligiga ishonib, Allohning elchisiniki buyrug'i bo'yicha mangan kishilar. Mana shular haqiqiy taqvolar va ulaykum muttaqun. Taqvo desak biz kallamizda hamda ma'lum bir tashqi ko'rinishiga qarab, ya bir gapni poyitib deb bersa, ya bo'lmasa bir ishni qilib qo'ysa, ya bir ko'rinishda ma'lum ishni qilib qo'ysa, buni taqvo deydigan ishga mohiyati shu qattiq sesib ketgan ba'zi kishilarni biz bunda xato qarab qoldik ahvol bor. Taqvolik degan nima desa, Allohning elchisi ko'rsatgan yo'lda menish. Mana shu oyatdagi shu so'zlangan mushni qilgan kishilarning haqiqiy taqvo demoqchi. Demak, bu taqvo bu ma'no bilan bu bir deb qo'yilgan quruq gap emas. Yoki bir da'vo qilgan quruq da'vo emas. Balki bu davomliq Allohga itoat qilishda qilgan ish-harakat va Allohningki shu g'azabini keltiradigan gunoh ma'siyatdan keskinlik bilan yiroqlashgan bir harakat taqvolik degan. Shunga salaf solihlar taqvo degan nima deganda, ular Allohga osiylik qat'iy qilmay itoat qilinishi, Allah'ın unutib qolmay davomli eslab turishi, mangan kelganmasan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah deyishi, zikr tasbih etishi, ondan bir sopulma işi o bu deplam tashlab uni qilmay, demak ulama desa Allohning eng yaxshi kishilari. İslamga xilaf yalirib qolsa uni ayblsak bo'ldik, umumyuzlik amni ma'lum guruhni ayblash bu bir xatolik. Demak Allohga davomli shukr qilib turishi, demak Allohning ne'matiga tanmaslik lozim. Mana shular taqvolik. Bu ma'no bilan hamda bu ular shunga amal qilgan bo'lsa, buni ching tutgan bo'lsa, o'ziniki maxfiy odam yo'q yerida va odam boy yerda oshkorichi har qanday holatlarda Allohning buyruqni ijro qilib, Allohning nidosiga, talabiga ovoz qo'shgan bo'lsa bo'ladi. Endi ovoz qo'shmay, o'zining ideyasiga mos kelsa, mizojiga mos kelsa, o'zining masalan ko'z qarashiga uyg'un kelib qolsa, u chaqda voy deb oldiga chiqib, mijoziga urilib kelmay yoki uningga ko'ngil yoqmaydigan holatdagi ba'zi talablar Allohning buyruqi bo'lib qolsa, bu chaqda uningga nima qilib qolsa, buningga ovoz qo'shmasa, bu taqvo bo'lmaydi demoqchi. Allah subhanahu wa taala oyatda ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun dedi. Ey mu'minlar, ey Allohning birlik borligiga ishonib, shu islomni to'g'ri tushunib, mangan, kelgan mu'minlar Allohdan qo'rqinglar dedi. Alloh taolo da'vat qilmasin, Allohdan qo'rqinglar. Qanday qo'rqing? Haqqa tuqatihi, haqiqiy ravishda. Unda qo'rqitib deb qo'yib, uningcha yerimanglik kirib, yerimanglik yemay islomga. O'zingning ideyangni maskil qo'yar, hadab, masalan, islomning namoz o'qiyotgan, zakot bergan, masalan, Ramazonda amal qilib, uningcha islomning hokimiyatga chiqaradigan, islom qonunini ijro qiladigan, islomiy asosda yashaydigan yoki kelgan chaqda astalamcha boshqa ideya, boshqa fikrninki yoki dinga haqorat qiladigan ba'zi qonun prinsiplarni ma'qullab qilsanglar, bu yancha haqiqiy taqvolik bo'lmaydi degan bo'ldi.
Ba'zilar namozni obda o'qisa, masalan, zakot bermaydi. Ba'zilar ma'lum ibodatni yaxshi qilsa, ma'lum ibodatni yaxshi qila olmaydigan ahvol bo'ldi. Shunga biz haqiqiy turda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. İslamga umumyuzlik kiringlar degandan keyin umumyuzlik kirishimiz bu intayin muhim demakchi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sizlar musulmon holatda o'linglar dedi. Musulmon holatda o'lgan bir odamdan keyin musulmon holatda o'lay ya o'lmay deb u shaxsiy ixtiyorlik masala emas. Demak, musulmon holatda yashanglar. Nimada yashasa inson, nima bilan aralashsa, nima bilan shundaqcho davomli shug'ullansa, shu holatda ketadiganligini olim ulamolar nurg'unlagancho oyat hadislardan isbotlab chiqqan. Shunga shunday yashang, davomli islom holatida o'zingiz islomdan yiroqlashib qolishni qilmay, islom bilan o'zingizning hayotini islomga udullang demoqchi. Xo'sh, 6-si taqvolikninki hamda mohiyati avo, 6-si taqvolikning mukammalligi. Taqvo, haqiqiy taqvo degan kiyimsa, hamda shubhi bo'lgan yoki halol haromlik aniq bo'lmagan narsalardan yiroq turish degan. Olim ulamolar bunday dedi desa, o'qimaydi omil degan, tushunmaydi jamiyatni deb. Lekin rasmiy ziyon tortib bo'lgan chaqda, ustalam nima ish demabdiki deydigan ba'zi kishilarimizmi yo'q emas. O'zimizdan boshlab hech kimni u qarlab ya ayblab qilmoqchi emas. Bu yerda o'zimdan boshlab, demak, bir olim ulamo mandaki ma'vo desa o'yinib beqish lozim, boshqalardan so'rab beqish lozim. Masalan, ma xato desa shubhali ishlar uchun kirmaslik lozim masalan. Hadisda masalan, faman ittaqa shubuhat faqad istabara li dinihi va irzihi. Shubhalik narsalardan, gumonliq narsalardan saqlansa, demak, uning dinini, yuzabrini saqlagan bo'ldi, paklagan bo'ldi degan. Şun dinimizni paklaymiz, dinimizni saqlaymiz desek, yuzabrimizni saqlaymiz desek, shubhalik narsani yiroq tutsak bo'ldi. Shubhalik narsa desek, yeydigan qilam kallamiz kasolmaydi. Pul tepish olsun, aldish olsun, o'ltirib qo'pish olsun, masalan, har qanday bir ishda islomiy prinsip bo'yicha, islom qonuni bo'yicha qimmat qarashimiz, dunyo qarashimiz, kishilik turmush qarashimiz islomiy bo'lish kerak demoqchi. O'zimiz namozimiz, Ramazonimiz, hajimiz islomcha qolgan ishimiz kafirchi bo'lib qolsa, vaqtda haqiqiy taqvo bo'lolmaymiz. Bu ma'noda hamda nurg'unlagan mubah ishlarni buni kirib ketib, demak, haromga tushib qolishdan ansirib mubah ishlarni yiroq turgan ahvollarmi bor. Masalan, Payg'ambar alayhisolamdan bir hadis bor. Bu hadisda bir banda dedi, taqvolar qatoriga taqvolar kirmaydi yoki taqvolar darajasiga yetolmaydi. Chataq bo'lmagan, masala bo'lmagan narsanimi shu bir chataq chiqqamdiki deb ehtiyot qilib tark etmagichi deydi. Ba'zi narsalarga hamda gumonli qilib qolsa, buni qilmaslik, shak qilib qolsa, buni yemaslik, olmaslik, bu so'zni qilmaslik lozim. Bir masala hamda asli chataq yo'q, masala yo'q bir ishni, hamda bir masala chiqib qotgan narsaga berib qolamdimanki deb, buni yiroq turishning o'zimi taqvolik darajasiga yetishninki asosiy ekan qarindoshlar. Shunga ba'zi masalalarga biz o'zimizning kallamiz bo'yicha, aqlimiz bo'yicha hukm qilsak bo'lmaydi demoqchi. Şuna biz salaf salihlarninki nurg'unlagan 70-80 dana halol ne bir gumonga shakka tushib qolaman demanki deb shuni tark etgan salaf salihin ilgirki olim ulamolarimiz, mujtahidlarimiz bo'lgan. Hasan Basri degan davomliq endi taqvolik muttaqilar bilan bo'ladi. Hatto ular desa mush haromdan ansirab halolning ko'pinchisini tark etmak istaydi. Haromni diqqat qilib biroq bunga Bağmasak, kemisak. Lekin bunu hem de biz qilimiz. Şahıs bunu qısı buldu. Lekin başqalarga talep qilib, anda qilgan, manda qilgan deb kendin tepib, ya onunla nispeten eyip noqsa atış qo'ymaydi. Bu shaxsiy ishdagi, shaxsiy o'zining kishilik turmushdagi taqvolik masalasi. O'zidan boshlash kerak. O'zidan boshlagan vaqt hamma ish o'ngshildi, yaxshilandi demoqchimdi. Ama taqvolik to'g'riliq gap bo'ldi. 7-si ham taqvolikning amalga oshish shartlari qanday desa, taqvolik o'zining ma'nolari bilan to'liq amalga oshmaydi. Taqvolik o'z mevasini bilmaydi, faqatlamcho Allohning dinini to'liq bilsak bo'ladi. Allohning dinini amla desak, biz bildik, tushundik, u bu tabliğni anglab qo'ygan bilan bu yerda. Lekin nurg'un kishilar anglamaydi taxi. Bu dinni bilgan bo'lmaymiz. Sahobalarmi payg'ambarimizga yana kelgan chaqda mayli hijrat qilib kelsin, mayli boshqa masalan ziyorat xarakterli kelib musulmon bo'lsin, ular dinni sistemlik o'rgangan. Biz mayda o'rganishimiz kerak. Tavhiddan boshlab ishonchlik, shunda ulamolar guvohlik bergan olim ulamolarning qishig'iga kelib, bulardancho dinni o'rganishimiz lozim. Taq u darajada o'rganib bo'lgan ish yo'q. Biz deganda mustamlik ostida yashagan 70 yilcha anangiz maymunda, dadangiz maymunda deb endi sistemni o'rgatgan bir ma'rifda nima qilgan, tarbiyalangan, yashab qolgan xalq. Alloh endi saqlagan kishilardan boshqa ma'lum kishilar shu ma'rifni qabul qilganlikni uning ta'siri chiqyapti hozir.
Şu ma'rif degan bir narsa uyutidi, kalla yuydi. Demek nurg'un kalla yuyilib ketganlikdan o namoz o'qib qolganga yoki men musulmon deb da'vo qilgan musulmon bo'ladigan ish yo'q. Agar unda bo'ladigan ish bo'lsa sahobalar qildi, payg'ambarimiz qildi. Shunga biz Allohdan qanday taqvolik qilishni bilish uchun diniy bilimni o'rganishimiz bu farz ayn. Farz ayn qarindoshlar. Hozir endi diniy bilimni bir non tepranmaganlik uchun biroq xizmat bo'lmaganligi uchun bu bilimdan bolalarimizni yiroqlashtiradigan, o'qitmaydigan yoki bolalarimizni hech bo'lmaganda bir oilamizning bir ashiktalni maxsus dinda o'qitishga ajratmaydigan mana bir ahvol bizda yuz berib qildik. Shunga bu hamda cho'ng bir musibat qarindoshlarimiz. Allah subhanahu va taolo dedi: "İnnama yaxshallohu min ibadil ulama" dedi. Allah'ın haqiqiy qo'rqadigan banda Allohninkicho bandalarning ichidan shu ulamalar qo'rqidi dedi. Hani ulamalar qo'rqidi degandan ba'zi ulamalar, ba'zi ulama deb nomlangan yoki shu ulamalarningki shu mirosxo'rlik asosida bolalar chiqib shuna ulamo bo'lib olgan kishilar bular hamda ba'zi eski kishilarning qildigan qo'rqmaydigan desa bu nisbatlashtirgan chog'da 1-2% ga yetmaydi. Ali ulamalar buning uchun ko'pinchisi bilan Allohdan qo'rqidi, Allohni haqiqiy biladi, tushunadi. Yamoqga kelganda yana bilim buning uchun asqatadi. Bilim haqni tunishning asosi. Shu o'qish intayin muhim. Shu bilimsiz kishi o'zining majburiyatini tunamaydi, mas'uliyatini tunamaydi, nimani qilishni, nimasini qilmaslikni bilmaydi. Shuning uchun bilim nima bo'ldi? Eng afzal ibodat. Bilim o'qish eng afzal ibodat. Shunga ilm o'qimay, ilmsizlik bilan qilgan ishning ko'pinchisi uningki tuzgunidan buzg'unicha qiladi. Bilimsizlik bilan qilsak. Har bir kasb, har bir sohada cho'qim shu kasbda mutaxassis bo'lish bu muhim. Xuddi biz har bir ishda mutaxassis bo'lganini alayda hurmatliganga o'xshash diniy sohadimcho shunday mutaxassis bo'lish bu eng muhim. Endi bilim elish, diniy bilim bu eng afzal ibodat. Allah'ın tunish shart bilan Allohninki birlik borliqni bilib bo'lgan farz ayn tugatgandan keyin farz kifoya bo'lgan bilimdan o'qish, undan sirtki dunyoning bilimlarini o'qish, faniy bilimlarni o'qishimcha u afzal ibodat. Allah'ın tunish shart bilan. Lekin tunamay qilsak shu shunday tuzgunimizning buzg'unimiz jiq bo'lganligi aniq. Endi o bilim eng afzal ibodat va jannatga yetkazishning yo'li deydi. Demak, insonga yaxshilikni berishning asosi adresi. Yaxshilik yesulti, menga bir adres topsam bo'ldi desa, shu bilimni o'qish kerak. Payg'ambar alayhisalom dedi: "Fazlul alimi alal abidi ka fazli ala adnakum." Bu Ravahu Tirmizi. Olimning ortiqchiligi obidga nisbatan davomli ibodat qiladigan, kunduzi siyomda, kechasi qiyomda turadigan bunda obidga nisbatan, lekin bilimsiz meningki sizlarning eng tuvan shu kishilarga bo'lgan fazilatingga o'xshash dedi. Demak, endi olim ulamo hozirgi zamondagi shu nima payg'ambarning o'rnida demoqchi endi. Shunga biz diqqat qilishimiz lozim. O'zimizningki bolalarni nima o'qityapti, nima o'rgatyapti, maktabga avatib qo'yib biz xotirjam bo'lsak bo'lmaydi. Shu odamlar o'zining farzandlarini, avlodini boshqalarning tarbiyalashga topshirib turdi. Hayvonmi qilmaydi bu ishni. Shunga biz bolalarni tekshirib turishimiz, bolalarni uchun hech bo'lmaganda yarim kun diniy ta'lim tarbiya o'qitishimiz, bir-ikki bolamizni haqiqiy atab dinni sistemli Qur'on hadisini o'rganadigan, so'zlaydigan, diyalaydigan qilishimiz intayin muhim. Chunki vatanda nurg'un olim ulamolarimiz shahid qilindi. Bizning xalqimizga nisbatlashtirgan vaqtda hozir bu presangim yetmaydigan holatga tushib qoldi. Shunga bu intayin muhim ibodatning birisi. Va payg'ambarimiz yana bir hadisda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rivoyat Muslim. Bir odam bilim izlab bir yo'lni mangsa deydi. Bilim izlab, bilimdan izlab boshqaga berib o'qiydigan gapda unda o'qimasa o bilimni yo'qmaydi masalan. Alloh taolo uningga jannatdan bir yo'lni oson qiladi dedi. Bilimga mangsa, bilimga sharoit hozirlasa, bilim o'qisa, bilimlik bo'lsa, nadam bo'lmasa, Alloh taolo uningga jannatdan bir yo'lni osonlashtirib beradi degan bo'ldi. Yana bir hadis payg'ambarimiz: "Ma yuridullohu bihi khayran yufaqihu fid-din." Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni, jannatni bermoqchi bo'lsa, dinda uni olim qiladi. Yufaqihu fid-din. Faqaha yufaqihu. Olim qiladi. Yoki endi yiroq ma'nosi dinda eng yaxshi tushunchaga, iymon, e'tiqodlik, tavhidlik, siyosiy maydon uchiq bo'lgan tushunchaga ega qiladi degan bo'ldi. Muttafaqun alayhi hadis. Mana shunga biz olim ulamolarningki shunga nima desa, bilim elish bu intayin muhim, o'qish intayin muhim. Bilimli kishilar ko'p bo'lgan millat, bu jamiyat eng taraqqiy qilgan, eng yaxshi inoq jamiyat bo'ladi. Qarindoshlar.
Şuna bilim elişqa, bulupmu dini cihat bilim elişqa hergiz ço sal qaramaylı. Ballarımızı yaxşı o'qitli. Fitna xolninki yoki ço dindan chiqqan yoki dindan chiqish oldi turgan ilmoniy fikrli kishilarninki xato tashviqoti, yolg'on tashviqoti yoki ço boshqa xo'jayinlarninki nima qilgan, buyruqlarni ijro qilayotgan kishilarning gapiga quloq solmayli. Bular mundaq şey aytqanda ozg'un deyishga bo'ladi. 8-si endi gunohdan tövbe qilish. Taqvolik degan nima? Gunohdan tövbe qilish va yaxshi ishlar uchun aldirash. Bu nima? Mu'min, taqvo kishilarning axloqi masalan. Ba'zi insonlar uchun unutib qolamiz, ba'zi g'ofillik bosadi, ba'zi shayton uni uchun kuch qaytadi, ba'zi uchun nafsi uni uchun ozdirdi masalan. Gunohga tushib qoladi-da. Shu vaqtda bu taqvo kishi qanday qildi desa, taqvo kishi vaqtda tövbega oldiraydi. Men buni qilsatdim, darrov yanay, darlam pushaymon qildi demoqchi. Allah tabarak va taolodan kechirim talab qildi. Eslitilib qalsa, "Voy, menda qilmangsiz, menda yaxshi banda, yaxshi kishi, yaxshi bolasiz" desa, yoki ogohlantirilsa deydi. Alloh taolo mu'minlarni sifatlab mundaq degan. Taqvo mu'minlarni sifatlab, "Vallazina idza fa'alu fahishatan aw zalama anfusahum zakarulloha fastaghfiru li zunubihim va man yaghfiru zunuba illalloh" dedi. Demak, bara mu'min degan, taqvo kishi degan kim bo'lsa, bara gunohni qilib salsa yoki o'ziga zulm qilib salsa, o'ziga zulm qilayotgan odamlar bek ko'p hozir, masalan. Ular ço Allah'ın eslaydi dedi. Günahlar için Allah'ın kechirim talep qiladi dedi. Bu günahlarni Allah'tan başka kim kechirim qilalaydi? Demek bular o'zining qilganlari ço endi qat'iy davomlashtirib bermaydi. Ha, man desa am degan, man degan deb hikoya o'qib, o'zining uchun falsafa so'zlab, uningki xatoligiga azvaylab ço menga bermaydi degan bo'ldi. Bu bilib turib bunda qilmaydi degan bo'ldi. Bilmay qilib soladi insonchilikda. Buning uchun Alloh taolo tövbe qilsa demoqchi. Şunu biz endi nurg'ulg'an ishlarda endi diqqat qilishimiz lozim. Yana bir oyatda innallazina taqaw iza massahum taifun yoki yana bir variantda taifun masalan minash shayton tazakkaru fa izahum mubsirun dedi. Agar shayton yana vasvasa qilsa yoki unga vasvasa ko'ngli kirib qolsa, Allohning qo'rqadigan taqvo kishilarni ish qilsa Allohni eslaydi. Alloh tarafga qaytadi. Darrov men nima bo'ldi? Men o'zimni tekshiray deydi. Yani biz hazır cismani cihatte salomatligimizni tekshirib turibmiz, lekin aqida e'tiqodda axloqimizni misli chiqqanligini tekshirtmaymiz endi. Sahobalar tekshirtdi peygamberimizning qishig'i, dilim qetib ketdi. Masalan, men qanday qilishim kerak? Bir ishga xo'sh yoqmaydigan manda bo'lib qoldi deb. Peygamberimiz yana kelganda peygamberimiz dili qattiq qetib ketgan kishilarga imsah ra'sal yatim degan 75-sala. Iqtisod jihatdan yordam qil, ishini o'ngshab, ularni kepillik ol degan peygamberimiz. Demek endi biz eslitilgan vaqt eslaydigan mu'min degan. Mu'min degan gunoh qilmaydi, taqvo degan gunoh ishlaymaydi deydi Alloh taolo. Gunoh qiladi, lekin darrov gunohdan yanadi. Ikkinchi qatim uni sodir qilmaydi demoqchi. Tusatni ularcha mubsirun degan haqni ko'rguchi dedi. Haqni ko'rdi. Darrov uning uchun oqaq o'rish chiqarib, men degan kimdir, mening ijtimoiy o'rnim, men degan falon unvonim bor, men degan manda boy, men degan manda ulamo deb unda o'ltirmay, men degan manda mujohid demay, darrov xatolik bo'lsa yanadi, uning uchun tavba qil degan bo'ldi. Demek ki Müslüman taqvo kishi endi tövbe qilib bo'lgandan keyin, istig'for etib bo'lgandan keyin yaxshilikni qilishga oldiraydi, yaxshi amallarni ko'p qiladi, gunohi kechirim bo'lish uchun deydi. O'zining qilgan ishini o'zi biladi bir inson. Agar qilgan jinoyat foydaga oshib qolsa, biz shu yashab bo'lmaydik. So'rindimi o'ltirib bo'lmaydik. O'zimizning ahvolini o'zimiz bilamiz endi. Allah subhanahu wa ta'alaninki bunu oyatdagi va'dasiga ishongan holatda shu yaxshilikni ko'p qilib degan bo'ldi. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat dedi. Yaxshiliklar nima? Bu gunohlarni yo'q qiladi dedi. Ya'ni shu bir xatolik o'tkazsangiz, xatolikdan keyin yaxshilik qilsangiz, bu xatolik yo'q bo'ladi demoqchi. Payg'ambar alayhisolamning buyrug'i ovoz qo'shganlikqa o'zi chunqur ishongan holda, demak bu kishi yaxshilikni ko'p qiladi degan bo'ldi. Payg'ambarimiz dedi: "Va atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha." Sen yaxshilikni yomonlikni keyin egashtirgan. Mayli Alloh subhanahu va taologa bo'lgan gunohimiz bo'lsin, mayli bandiga bo'lgan bo'lsin, cho'qim nima qilishimiz kerak? Bir yomonlik qilgan bo'lsak, eskilik qilgan bo'lsak, Allohningki yo'lida pul xarjlash, ya Allohning uchun masalan, yaxshi bandalarning ko'nglini ranjitgan bo'lsak, darrov uning kechirim so'rash, uni bir yaxshilik qilish orqali o'zimizning gunohimizni tunishimiz lozim demoqchi. Hamda 9-si itoat nuri, bu gunoh ma'siyat qarang'ulikni parchalab tashlaydi deydi. Demak, yaxshi ishlarni qilgan, yaxshi ishlarga davomli yuzlangan, namoz o'qigan, ro'za tutgan, haj qilgan, zakot bergan joyiga tepib,
önce cihat kılgan, Allah'ın zikir kılıp doğan, davamlıq əsəb doğan. Allah yolu cihat kılınlar dese cihatın çoğu, özünün idisi, iradesi, xahişi, maskesi emez. Onun çoğu cayını tepip, teyarlıqını kılıp, bunu cihat kılgan. Cihatın çoğun cihat, kiçik cihat, hemesini kılgan degen oldu. Ondan başka yaxşı işlerini kılgan, okşaş bunda işler. Müslümanın ötep kılgan severlik, hatalık olup kalsa, bunu yok kılıp ötüdü deydi. Şuna sahih hadislerde kelgen, qanday dese, men sâme Ramazan'ı imana ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddam min zembih dedi. Sahih hadis, sahiheninki. Bir adam Ramazan rozusine Allah'a işinip, yoki savab birdiganlikka işinip chunqurchu. Savab ümid qilib, masalan, Ramazan tutsa, onunğa ileriki günahları kechirim qilindi. Günahı sagir demekçi. Demek Allah bilan banda o'tiribdiki, günahı kabir olsa tövbe qilsa Allah o'tidi. Günahı sagir olsa Allah Taala bunun o'tidi. Bendilen bende oturup kalsa çıkın bendedin razılık eliş zürür oldu. Şuna Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'inki yeni bir hadis var. Men hacca hazel beyte felem yerfus velem yefsuk haraca min zunubihi keyyamin veladethu ummuhu dedi. Sahih hadis. Bir adam Beytullah'ı nim qıptı, hac qıptı. Demek onun qilenge qılmaptı, fasıqlık qılmaptı, ihram bağlagan halatda. O özün günahıdın xuddi anası onu yeni tuqqanga o'xshash nim qildi, chiqirdi deydi. Demek yangi tug'ilgan baldek bo'ladi. Gunoh sag'irlari kechirim bo'ldi demoqchi bundan. Shunga endi biz bandaninki haqqini elib turib, endi haj qilamiz deb berib, to'xtamay endi gunohimizni tilaymiz degan bilan o gunohimiz kechirim bo'lmaydi bundan. Mana bu Allah azza va jallaninki kitoblarda kelgan, hadislarda kelgan shu gunohning kechirim bo'lishi, gunohning o'chirildiganlik to'g'riliq dalil paketlandi. Endi o'ninchisi shu gunoh kabirlarninki o'chirilish uchun tavba qilish shart dedi. Müslümanlar icma geldi, birlik geldi. Yani yaxşılık küçük günahlarını öçürüp bitirildi. Çoğun günahlar kelsek demek onu Allah Teala qattiq azap bilen tehdit sağan günahlar çoğun günah dep qaralır. Mesela atanı qaqıştırış çoğun günah, adamı öldürüş nahaq bu çoğun günah, cezanı yeyiş çoğun günah, araq içiş çoğun günah, başkalarınınki zimin egelebiliş çoğun günah, başkaları mesela ziyankeşlik qilish, onun ölüşüge sebepçi oluş, ya türmüge qamlışık sebepçi oluş, ya xiyanat qilish, ya münafıqlık qilish bu çoğun günah mesela. Buna tövbe lazım. Allah Teala dedi: "Ve inni legaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan sümme ihteda" dedi. Men dedi, tövbe qilgan kishining tövbesini bek kechirim qilguchi. Tövbe qilgan, Allohga ishongan, yaxshi amalni qilgan, to'g'ri yo'lda deb mangan kishining gunohini men bek kechirim qilguchi dedi Allah Teala. Demek bu günahlarni bandaning haqlariga chetilmaydigan bo'lsa shundoq. Agar bandaning haqlariga chetiladigan bo'lsa, o'g'irlik qilibdimiz, yerni elib olibdimiz, pulni elib olibdimiz, bulançılık qıptimiz, adam öldürüptimiz, bunda bo'lib qolsa, demek bu haqlarni egisiga ado qilish lazım. Bu bek muhim. Bulup hozir qilmish ijtimoiy jamiyatda pul ariyatvas berilmaydigan, xalqni qo'yib o'tadigan, bir narsa tahdid soldigan, yoki tahdidcha pul oldigan, bunda bir haram ishlarni qilayotgan ahvollarmi bor. Bu bir xatolik bu. Bu taqvodan qilgan ish emas bu. Mushunday bo'lib qolsa hamda undan kengchilik qilishni talab qilish, undan kechirim so'rash, bu orqali Allah Teala endi gunohimni kechira, Allah Teala o'ta deb bunda qilsak, gunohning kechirim bo'lishiga umidi bor dedi. Shunga biz davomliq desa, o'zimizni Qur'on hadisga udlab tumagan vaqtda ezib ketimiz qarindoshlar. Bizda bir yo'l xaritas bo'lish kerak. Bizda bir kompas bo'lish kerak. U Osmon Qur'on hadis. Agar hamda vafo qilmagan bo'lsa, to'layolmagan bo'lsa, bandaning haqqini yoki uni kechirim so'rayolmagan bo'lsa, qiyomat kuni bu da'vo qilib qoladi deydi shu. Shu musulmon bir hadis bor. Musulmon hamda dozaqdan qutulgan chaqda jannatdan dozaq o'tirishga ko'rikka ashada qamilib qoladi deydi. U chaqda dunyoda bo'lgan shu zulmlar, nahaqchiliklar hammasi shu oldiga keladi, vaqtda uning shu talab qilindi deydi. Agar u pokizlansa, onunğa cennet girişkiço izni berildi. Hamda agar pokizlanmay qolsa desa, o chaqda chataq. Shunga o dunyoda Qur'onga kelganini qil u bu degandan oxiratda buning hisobi bek ig'ir. Yashaq 40, 50 yil, 60, 70 yil yashaymiz. Shunga o'zimizni tekshirish intayin muhim demoqchi. Ana shu boshqalar zulm qilib bir narsani evagan bo'lsak, jannatdan bo'lgan o'rnimiz tuvallaydi, nasibimizni Alloh taolo boshqa kishilarga olib berdi demoqchi. Shunga Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli merhameti bu nima biz taqvolik yo'lida biz ma'al ishimiz biz gunohni kechirim qildigan
ibodatlar bilan shug'ullanishimiz, bandalar uchun kechirim so'rab olishimiz bu intayin muhim hamda. 11-si hamda bu axloq hamda insoniyat madaniyatini barpo qilishning asosi. Axloq degan bir narsa. Bu axloq hamda bu qonun emas. Lekin bu axloq nereden asıldı? Qanday asıldıysa Qur'on hadisini o'rgangan, bilgan yoki yuqori tarbiya ko'rgan kishilarda bo'ladi. Qur'on hadisini bilmasa, o axloq mucho desa, ya riyo sunnat yoki boshqa bir ko'rinish uchun bo'lib qolishi mumkin. Himoya kelganda uni haqiqiy rolni joriy qildirolmaydi. Payg'ambar alayhisalom shunga bizga bu vasiyatni dedi, bizga bu jamiyatda nihoyat go'zal, yaxshi muomala qilishimizningki muhimligini payg'ambarimiz nima qildi? Bizga o'qitdi. Demak, biz yaxshi axloqlarni axloqlansak, biz ijtimoiy jamiyatda nihoyat bexatar, xotirjam yashaymiz endi. Shunga bir millat degan nima desa, millat degan axloq. Axloq yo'qolsa, o millat yo'qoladi deydi. Shunga biz hozir axloqimiz nega va nega ketib boradi? Biz shu ijtimoiy aloqa uchur vositalar orqali zaharlanib qolganligimizni e'tirof qilmay turolmaymiz endi. Hammamiz o'zimizni tekshirishimiz lozim. Demak, biz o'rnimizni yuqori ko'taramiz deydi ekanmiz, boshqa millatlardan farqli qilamiz deydi ekanmiz, axloqimiz nihoyat go'zal bo'lishi lozim. Qur'on hadisini axloqlanishimiz lozim demoqchi. Shu oyatda nima bo'lsa, "Xuzil affa va amr bil urf va arzanil jahilin" deydi. Afuchan bo'lgan, ashuna ma'ruf yaxshilarga buyrug'in, Qur'on hadis bo'yicha mang'in, jahillarga parvo qilma dedi. Nadan? Jahil. Masalan, har olim, ulamo deb diplom olgan nadan shu bilimlik jahillarni maydonga chiqadi hozir. Her doktor, her magistrlar bularni mucho desa, bu jahillikqa biz parvo qilmay o'zimizning yo'liga mengverishimiz lozim. Alloh taolo yana bir oyatda idfa billati hiya ahsan fa yazallazi baynaka va baynahu adava kannahu waliyun hamim dedi. Sen bir yomonlik qilib qolsa, yomonlikni eng yaxshi usulda uni chekindi, uni yomonlikqa yaxshilik bilan javob qaytar degan bo'ldi. Senlar uni o'tirib adovat qilib qolsa, ayda yomonlik qilsa, yaxshilik qilsa, amroq bir do'stlardan bo'lib qolasizlar degan bo'ldi. Shunga moddiy jihatda, ma'naviy jihatda yomonlik qilganimga yaxshilik qilib tursak, albatta uning qalbini tash emas, eriydi demoqchimdi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom masalan sahih hadis, sizlarga men Alloh taolo eng suyimli bo'lgan va menga qiyomat eng o'rinjat yaqin bo'lgan kishini deb beraymi deganda, voy debasi ya Rasululloh deganda, ahsanukum xuluqan dedi. Axloqim eng go'zal bo'lgan dedi. Çünkü güzel ahlak bulmasa Peygamber Aleyhisselam'a yakın boğulu bulmaydı kıyametте, ahirette. Allah'ın en suyunluk bendisi boğulmaydı. Ahlakımız načar olup kalsınmaydı. Bunu Ebu Davud, Ahmet haber kan hadis. Yan bir hadiste "Khiyarukum ahasinukum hulqan" dedi. Sizin en yaxşınlar ahlakın en güzel olgun dedi. Yan bir hadiste "Ekmelul mu'minin imanı ahsanuhum hulqan." Müminlerin en mükemmel imanı var, en takva deyişi doğru gelse onun ahlak yaxşı olgun. Ahlak deganlarni tushunsak, qarindoshlar, biz tushungan, bilgan shu tushunchimizdan kelib chiqqan sharkat shu faoliyatimiz bizniki o'zimizning iqtisodiy, ijtimoiy o'rinjat yuqoriga qilgan muomalamiz emas, o'zimizning tuvan kishilarga, o'zimizning qo'l ostidagi bo'lgan o'zimizning kishilarga qilgan muomalamizda bakroq ifodalandi bu. O'zining bilimlik yoki kishilarga nisbatan hammadan unda amalsizlikdanmi yaxshi muomala qildi. Lekin qo'l ostimizdagi kishilarga yaxshi muomala qila olsak, ojizlarga yaxshi muomala qila olsak, bu hamda shu axloqning ifodalanishi shu. Nurg'ulg'an oyat hadislar bor, hamda bu kengaysak kengayib ketadi. Payg'ambar alayhisalom hadisda "Innama bu'istu li utammima makarimal axloq" dedi. Men buyuk axloqlarni tamomlash uchun keldim dedi. Nurg'ulg'an axloq bor payg'ambarimizni kelishdan burun, lekin shu axloqlarimizni yig'indisi buyuk axloq. Payg'ambarimiz desa, axloq nima? Kana xuluquhul Qur'on. Oysha radhiyallohu anhamizning so'rgan chaqda axloq Qur'on de. Yerda mengayotgan tirik Qur'on degan. Biz mana shunday bo'lsak bo'ladi endi. Unda bo'lmasak, axloqimizning masala chiqsa, o'zimizning masala chiqqan bo'ladi. Hamda yaxshi axloq qanday erishimiz? Axloqning gibi chiqdi, axloq qanday qo'lga keltiramiz desa, inson yaxshi axloqqa erishgan bo'ladi. Yuksak, go'zal axloqlarni qo'lga keltirgan bo'ladi. Masalan, sahih hadisda Payg'ambar alayhisalom dedi: "Hassin xalqaka ma'an nas." Masalancha, sen xuluqaka ma'an nas. Kishilar bilan bo'lgan axloqni go'zallashtir. Sen axloqni kuching yetishi yaxshilash masalan. Duoda nima? Allohumma kama hassant xalqa fa ahsin xulqi masalan. Ey Alloh, mening shu qomatimni, badanimni go'zal yaratgandek, demana axloqimni go'zal qilgin deb duo qilamiz. Anadan ikkinchisi, Payg'ambar alayhisolamning go'zal axloqqa ergashishlik qilib, yaxshi axloqni biz amalga oshira olamiz, axloqli bo'la olamiz. Alloh taolo deydi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana."
Allah'ның elçisi sizlarga yaxshi ulgu var dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu tutup mansaq, Peygamberimizden meyle devlet kuruşu olsun, meyle aile başkuruşu olsun, meyle ictimai cemiyetke alışı olsun, Peygamberimizden yolunu tutup menişimiz lazım biz. Açtan manganda galba qılımız, ecdatlarımız şunda galba qılgan. O yoldan yiraklaşsak, o yoldan çekinsek, biz mağlup bulmaz, üzümüz bilmeye kalımız, nerede onu düşükkenligini uqmaylam, çağda veyran bulmaz hem de. Şuna güzel ahlaklığa erişiş, Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakını ügünüş arkalık buludu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ve inneke la ala hulukun azim. Sen büyük ahlak egisan dedi Peygamberimizle. Hiç kim Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakıdaki ahlaklanmaydı, hem onda kılış mümkün emez. Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü ahlakını manda kıl, manda sen maaşını kılsan buldu deb Allah Teala degenden başka nemede muayyelleştiriş karakterlik büyük ahlak egisan demek. Sen öygü qıp kösettin. Senin ahlakın yaxşı. Bu egizdeki davet nazariye bu asan. Emniyet kösetmek için bek qiyin qarindoshlar. Allah Teala ve inneke la ala hulukun azim deb Peygamber Aleyhisselam için medhiyeledi bir adı. Şun güzel yaxşı ahlakka erişishning vositaları qanday desek, qanday erishimiz desek, ahlak osmondan tushmaydi. Yerdan unmaydi. Qanday qilamiz? Taqvo kishilar bilan aralashimiz. Ulamo bilan aralashimiz. Allohning avliyo bandalar aralashimiz. Güzel ahlaklı kishilar aralashimiz. Eskilar aralashsa, odamga shunoqdan boshqasi yo'q degan gap rost gap. Muhit ta'sir ko'rsatadi. Eskilardan, ochko'zlardan, past kishilardan, dunyo g'amida qolgan kishilardan yiroq turamiz. Bo'lmasa uni ozdirib odamni uchun boshqa yerga olib ketishi mumkin. Şuna biz özümüzün için devamlılık tekşirip duruşumuz intayin çok mühim demekçimdi. Şuna Allah Teala ayetinde dese وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ dedi. Sen biz onun kalbini, bizim zikrimizden, bizim esleştin, bizim dinimizden çok hakiki düşünüşten kalbini gafil kılan kişilerge ergeçme. Onunla bir sohbet bulma. Onunla çok arlaşma. O kişi qanday kişi dese, kalbini biz nimeden, bizim zikrimizden gafil kıldık. Özün hava hevesine ergeçti. Hava hevesine gep özünki halap, ma toğra, ma hata, ma manda oldu, anda oldu. Kur'an hadisinin bu ammay toğra hatanın için, özün kallısı boyunca, aklı boyunca ağadam hava hevesine ergeçken buldu. Qancha akıllık olsun o, onun hatalığı çok ispatlanıp çıkdı. Onun işçi hadidine iş bulur dedi. Ve kana amruhu furuta. Mena paqudu, de paqudu, ma'lum vaqt, ma'lum kişiler maskegen bilen bir ayıl ötse ya 5-6 aydan keyin bir 2 kundan keyin pushaymon qilgan ish chiqdi. Şuna Qur'on hadis bilan axloqlanmagan kishining axloqi o axloq emas. 10-incisi endi güzel axloqlar qanday desa endi sila rahm qilish, masalan bir tuqqanlik qolsa ulug'chi. Sila rahm degan gap rahmini ulash, munosabatni ulash degan gap, munosabatni uzib etsa uni ulang degan gap u. Uzmagan munosabatni sila rahm qiling demaydi masalan. Afurchan bo'lish, kang qusoq bo'lish va boshqalar bamisa to'xtatib etsa biz birish. Başkalar telefon qilmadi, meni qilmadi, mancha qaytim telefon qildim istagida bilqi matematik hisob qilmaslik. Taqvo odam qanday desa, vaqt yetsa, chuqur ahvol so'rab turish, masalan. O kishi xoin bo'lmasa, o kishi dengiz yangish qitqa odam bo'lmasa, ahvol so'rab ularga yaxshi o'lik ko'rsatish degan bo'ldi. Hakima uning g'ayri xabar qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom dedi, men sana dunyo va oxiratdagi kishilarning eng go'zal axloqini deb beraymi deganda ya Uqba degan sahabaga deganda debas ya Rasululloh deganda senden munosabatni uzgan kishiga munosabatni ulaysa, sana bermagan kishiga sen birsa, sana zulm qilgan, seni bo'zaqqan kishini afv qilsa, mana bu dunyo va oxiratdagi kishilarning eng yaxshisi. Buni bo'lmoq bu oson emas. Biz o'zimizni tekshirsak bo'ladi. O'zimizning nima qilganligini o'zimiz bilamiz. Endi Imom Ahmadning rivoyatida seni tillagan, seni haqoratlagan kishini sen kechirib yetsa, uni kang qilsak bo'lsa deydi. Yani bu axloqlanish uchun cho'qim o'zimizning xarakterimiz, mijozimizni tanishimiz bu intayin muhim demoqchi. Yani güzel axloqning jumlasida xushchiroy bo'lish, egri besiq bo'lish, kamtar bo'lish, po'chilik qilmaslik, mayli bilim jihatda, mayli iqtisod jihatda, mayli xizmat jihatda biz qildik deb bilqi maqtanchoqlik qilmaslik degan bo'ldi. Va o'zaro bir-birini yaxshi ko'rish, yomon gumon qilmaslik, ani qaniki manda qilgan bo'lishi mumkin, makushni mangan qilgan manda bo'lishi mumkin, yeb ketgan bo'lishi mumkin, ichib ketgan bo'lishi mumkin. Hammada inson o'z birdi. Masalan, uni tekshiradigan kishilar tekshirish bo'ladi. Uning birdamchi to'rga chiqib, uni sazoyi qilsak bo'lmaydi masalan. O'ziga desak bo'ladi, gap bo'lib qolsa, cho'qim u bir uchiqlishish bu muhim masalan. Shunga ijobiy tanqid yaxshi, salbiy tanqid o'zicha bo'lmaydi demoqchi.
Başqalarga ziyankeşlik qilmaslik, kaffal aza. Bu yaxshi axloq, taqvoliq degan nima bo'lsa, boshqalarga ziyankeşlik qilmaslik. Azroq achchig'imiz keldi islom, to'g'ri chiqib tillaydigan, shu uningga shu tuhmat chaplaydigan, yo shu kendin gap topadigan, o'zimizga yoqmas shu, ditimizga yoqmas sukadigan, mana ahvol bo'lib qolib bo'lmaydi. Şu Peygamber Aleyhisselam mağrub işten küçük bir iş olsun çoğu onun için sel qaramagın. Gerçek qerindişinga mında xushchiroy uchrashsangmi, şumuçu sadaqa, şumuçu bir taqvolik degan. Qerindishimiz uchraganda qapaqlarimizni turib qilmay, xushal nayatda şu ahvolning yaxshiligini Alloh taxama yaxshilab turdi deb tasalli xarakterlik gapni qilishning muhimligi chiqadi. Peygamberimiz yana bir hadisda Buxoriy Muslimning xabar qilgan hadisi nima desa, "Fal yumsik anish-sharri fa innahu lahu sadaqa" dedi. O yomonlikni to'xtatsin dedi. Eskilik qilishni to'xtatsa, buni o'zimiz sadaqalaydi. Bir kimga ziyankeşlik qila olamiz, deya olamiz, chaqa olamiz. Buning uchun tuhmat chaplay olamiz. Buni to'xtatsaqmi, bu uchun sadaqa. Bu qilgan sadaqamiz Allohning dargohi uchun taroz mizonda eng ig'ir o'ltirdi demoqchi. Endi shunga bu hadisdan chiqqan ba'zi mazmunlarni o'rtoqlashdik qarindoshlar. Hammamiz o'zimizdan boshlab o'zimizni tekshirlaylik. Bizning mas'uliyatimiz yetkizish to'g'ri usulda, to'g'ri holatda. Balki men to'g'ri ifodalamagan bo'lishim mumkin. Xatolik bo'lsa o'zimdan, to'g'ri bo'lsa Allohdan. Demak, endi bu iymonning mukammalligi, taqvolarning sifati, demak, yig'inchiqlab aytgan vaqtda yaxshi go'zal axloq, yaxshi muomala qilish, yaxshi kishilar bilan yaxshi aralashish, demak, gunoh qilgan, munofiqlik qilgan, tajovuzlik qilgan kishilarni yomon ko'rish, buni o'chkirish, qalbimizda saqlab qo'yish, bu taqvolikning mukammalligining jumlasidan. Eskilik qilsa, dinga haqorat qilsa, yo gapim bor deb, yo ijtimoiy o'rnim bor deb to'rlarga chiqib qalaymonqan so'zilsa, bu obdan gap qildi, ajab o'tgan adovatim bor deb bu kishi bilan ashto'g'liq gap qildi deb shaxsiy adovatni anonga udillab, bunda qilmaslik degan bo'ladi. Bunda eski, nachar, masalan, ideya jihatdagi odamiy shaytonlar bilan, ideyani azurtgan odamiy shaytonlar bilan mayli uning unvoni qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mayli ijtimoiy jamiyatdagi kishilarni azurtgan, gunoh ishlashga yordamchi bo'lgan manda kishilar bilan hamsuhbat bo'lmaslik, bular bilan bir so'rinda o'ltirmaslik. Masalan, to'rda bo'lib qolsa, uning to'plaridan chiqitish, ularning nimalarini ijtimoiy aloqa vositalarini ta'qib qilmaslik, ergashmaslik. Mushun chiqqan hukm shu endi. Ular bilan aralashmaslik. Yaxshilik buyurib, yomonlikni to'sqilib bo'lmasa yoki uni qabul qilmasa, unda kishilarni yiroq turish lozim. Bo'lmasa, ashulninki xatoliqiga bizim telib ketadigan ish chiqadi qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz mushagichi bo'lsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.